Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan yana Grand Pacer. Bugungi videomizda sizlar bilan oldi-sot savdo qilayotganimizda akkauntni egasining Gmaildan o'zimizning Gmailga o'tkazishni o'rganamiz. Agar video yoqsa, video boshidan albatta like bosib, kanalga obuna qo'yinglar. Birinchi bo'lib biza Google Chrome brauzeriga kira olamiz. Sababi MyKonami saytdan o'sha akkauntni, ya'ni olayotgan akkauntimizni Google o'sha emaili yoki login paroli shunaqa narsalarni terib olishimiz kerak. Poiskka MyKonami yozamiz va birinchilikdagi saytga kiramiz. Saytga kirganimizda menda hozir kompyuter versiya turibdi. Sizlarda esa bu narsa telefon versiya turadi. Sizlarda mana bunaqa turgan bo'ladi va primat qilamiz. Hamma cookie fayllarni primat bosamiz va login tugmasini bosamiz mana shu yoqda. Sizga egasi tashlagan login parolni kirgizasizlar. Telegramdan qanaqa o'sha akkaunt olayotgan insoningiz qanaqa login parol tashlagan bo'lsa, o'sha login parolni kopirovat qilib olib, o'sha parolni yozasiz. Yozganingizdan so'ng qanaqa parol tashlagan bo'lsa, akkaunt egasi yoki admin sizga tashlab bergan bo'lishi mumkin, o'sha parolni yozasizlar. Yozganingizdan so'ng pastda mana bizda maymuncha turibdi. 3 ta maymunchani belgilab sign in tugmasini bosamiz. Bosganimizdan so'ng bizda mana shunaqa ozgina zagruzka bo'lyapti. Mana shunaqa oyna ochiladi. Ya'ni headline, o'sha bosh menyu va menyu degan tugmachani bosamiz va personal information ni men bosib turganim uchun shunaqa chiqib qoldi hozir. Personal information bosdik. Undan so'ng email adres degan joy turibdi. Bu ularni email adresi. Hozir men sразу kirib ketdim, sababi bu o'zimning akkauntim. Aslida bosganingizda o'sha akkauntga kirishga, headline'ga kirishga bosganingizda ularga kod boradi. O'sha egasidan kod so'raysiz. Mana o'sha submit tugmasini bosasiz. Emailga kirgandan keyin mana yana bir marta kod bordi. O'sha aytib o'rgan kodni so'raysiz, kod bordi deb yozasiz. Mana shunaqa kod tashadi bizga hozir. Tashlagan kodini shuna kopirovat qilib olamiz yoki esimizda qoldiramiz va shunda qo'yib next tugmasini bosamiz. Next tugmasini bosgandan so'ng biz bu yoqqa email adres kiritishimiz kerak. O'zimizni email adresimizni kiritamiz. Masalan, любой email adres kiritamiz. Masalan, men hozir Gmail ilovasiga kirib olaman. Parol mana shu ilovaga keladi. Esingizdan chiqarmanglar hech qachon. Mana past o'zimniki. Bu yerda masalan birorta bir boshqa akkauntim, deylik birorta akkauntimni tanlab oldim va tanlab olganimdan keyin sразу saytga qaytamiz va o'sha akkauntni teramiz. Terganimizdan keyin yana Gmail ilovasiga qaytamiz. 6 talik kod bordi. Gmail ilovasini o'sha akkauntimizga o'tib olib, bitta obnovit beramiz. Obnovit berganimizdan so'ng ko'rishingiz mumkin kod keldi. Kodni shunday yana kopirovat qilib olamiz. Kopirovat qilganimizdan keyin shunday yana o'sha 6 talik parolga kiramiz. Saytga qaytamizda next tugmasini bosamiz. Next bosishimiz bilan akkaunt o'zimizning Gmailimizga o'tadi. Chunki men hozir o'zimning Gmailimda turibdi. Shuning uchun men hozir akkauntni ulamayman. Sizlar nextni bosib ulashingiz mumkin. Keyingi yo'l esa security ga kirasizlar. Password tugmasini bosasizlar. Passwordda akkauntni bilasizlar-ku, parolini tashlagan o'sha sotib oladigan akkauntlarning egasi yoki admin. O'sha eski parolini terasizlar mana shu joyda va yangi parol, ya'ni o'zlaring qo'ymoqchi bo'lgan parolni mana shu joyga terasizlar. Terganlaringdan keyin update ni bosasizlar. Men o'zim akkauntim bo'lganligi uchun hozir update ni bosmayman. Chiqib ketamiz saytdan. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Qolgan narsalar unchalik kerak emas. Konami ID ulash degan videomizni men profilimda bor, qidirib topsanglar bo'ladi. Konami ID ulash, akkauntga kirish, polni tushuntirganman. Sizlar bilan Grand Pacer keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi, ulandi. Endi sizga beraman. Obmen qilmoqchi bo'lganlar shunaqa qilasizlar. Xuddi shunaqa akkauntga kod jo'natadi, aytib turishingiz kerak. Tamom. Sizlar bilan Grand Pacer Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar.